Kuniga 5 mahal tahorat olishga qo'lingiz bo'tmi? Yoki yig'laganingizda ko'zingizdagi yoshni artishga qo'lingiz bo'tmi? Unda mana bu insonning ahvolini ko'ring. Shahobiddin aka mana 13 yildirki og'ir xastalik bilan kurashib keladi. Qo'l oyoqlari kundan kunga kattalashib, toshga aylanib bormoqda. Azizlar, biz Andijon viloyati Marhamat tumaniga kelganmiz. Bu inson hech qanaqasiga tug'ma kasallik bilan tug'ilmagan. 2013-yilgacha bu inson soppa sog'lom bo'lgan. Buqoqni oldirgandan keyin qo'l oyoq kattalashni boshlagan. O'zbekistonda ko'rsatmagan joylari qolmagan. Hattoki uy joylarini sotib davolatishgan, lekin samara bermagan. Hali og'irligi bilinib turadi. Shunday tashasam bo'ldi. Hozirgi kunda bu aka zudlik bilan Turkiya davlatiga borishlari lozim. 10 mingdan 15 ming AQSh dollarigacha mablag' talab etilayotgan ekan. Turkiya davlati bu kasallikni kosmetika operatsiyasi yo'li orqali va qo'shimcha davolanish yo'li bilan 70% ga tuzatishda imkoni bor deyishibdi. Bilaman, har bir insonni kartaga ehson qilishga imkoniyati yo'q, lekin videoni 5 ta 10 ta do'stingizga tarqatib, videoni istoriya qilib like bo'lsangiz, ko'p insonlarga yetib boradi. Azizlar, aytib o'tganimdek, bu insonni zudlik bilan Turkiya davlatiga jo'natishimiz lozim. Oyoqlaridagi o'sib chiqqan go'sht toshga aylanib bormoqda ekan. Turkiyada doktorlar bilan gaplashganimizda bu teri qalinlashiga, limfostasi aylanishiga kosmetik yo'llari bilan 70% davo topsa bo'ladi. Shu 10 mingdan 15 ming dollargacha pul ketadi degani uchun biz o'zimizda imkoniyat yo'qligi uchun sizlarga murojaat qildik. Iltimos, xalqim, iloji bo'lsa bizga yordam beringlar. Bosh xo'jayinim yashab ketishiga iltimos, pullari qatib ketyapti.